Assalomu alaykum hammalarga. Bugungi Ramazonning ikkinchi kuni bilan sizlarni ham tabriklayman. Bugungi voqealarni sizlar bilan ulashmoqchiman. Bizda juda ham qizg'in kun bo'ldi. Bugun ertalabdan turdim, kunlik norma suvimni yetkazib berish uchun boshladim. Xo'jayinim bilan o'zimga zavtrak tayyorladim. Oqsilga boy salat qildim, juda ham mazali. Oqsilga boy, kulchatka boy aniq omlet qildim. Qatuli salatni ham unutmadim. Ketidan kunlik norma suvimni ichishda davom etdim. Xo'jayinim ham shu boisda qo'shildilar. Uxlamasdan, metabolizmni yana uxlatib qo'ymasdan organizmni kletchatkalar bilan ishlashiga, rag'batlantirishiga yo'l qo'ydim. Bunga fizik harakat qilish mobaynida qo'lli ko'chalarimizni supurishga harakat qildim. Chunki menda birinchi etaj, har kuni kunda kunora tepadan musorlar, sigaret qutilari, baklashkalar kim xohlasa nima bo'lsa tashlashadi. Kechqurunga olib chiqqan uyimdagi musorlarni hammasini